sotgan va sotib oluvchidan o'sha kerakli bo'lgan summani AQSh dollarida qabul qilgan. Keyinchalik vaqt o'tgandan so'ng ushbu pullarni ishlatmoqchi bo'lgan paytda pullarni haqiqiyligiga shubha tug'ilgan. Va ekspertiza tayinlanganki, ekspertiza tayinlangandan so'ng aniqlanishicha, ushbu pullar haqiqatan ham ishlab chiqaruvchisiga mos emas, ya'ni qalbaki pullarligi aniqlangan. Holatda o'sha sotib oluvchi ushbu pullarni bevosita o'sha banklardan yoki bankomatlardan emas, balki o'sha ko'chadagi, ya'ni biz bilgan qora bozor deymiz, o'sha qora bozordan olinganligi aniqlangan. Maslahat beramiz, bevosita bankdan pul olishlarni, fuqarolarni va bankomatlardan, shuningdek olingan o'sha pullarni bevosita cheki bilan olishni maslahat beramiz. Bizda ekspertlar tilida bor, shunaqa tushuncha bor, super poddelka deydi. Endi qo'sh tirnoq ostida bu degani nima? Ya'ni aralash usulda, ya'ni o'sha pul ishlab chiqaruvchilardek qilib ishlab chiqarish yoki o'sha qog'ozdan foydalanish holati. Bunaqa holatda ham ba'zi o'sha ekspertiza tayinlanadi. Amaliyotda ham bo'lgan bunaqa holatlar. Bizda shunaqa oltin qoida bor ekspertlarda, ya'ni puldagi bitta belgi to'g'ri kelmasa ham, masalan bizda u pulni haqiqiy emas deb topishimiz mumkin. Ya'ni pul shunaqa narsaki, undagi hamma belgilar o'sha davlat ishlab chiqaruvchisi bilan bir xil bo'lishi kerak. Firibgarlar tomonidan qanday qilinadi? Juda ham o'xshatilgan holatlar bor, ammo bir ikkita joylarida, ya'ni ba'zi bir belgilarda o'xshatolmay qolishi mumkin. Chunki baribir ham muomalada bo'lgandan keyin pullarni tekshirib olganligi va o'sha bevosita banklar bilan muomala qilganligi yaxshiroq. Pullardan tashqari bizda hozir uchrab turgan narsa haydovchilik guvohnomalari va chet elga chiqish vizalari. Ya'ni hozirgi kunda o'sha Yevropa hududlariga vizalar beriladi va o'sha paytda o'sha vizalarni ham soxtalashtirish holatlari kuzatilgan. Tegishli organlar tomonidan beriladi bu hujjatlar, ammo ba'zi bir firibgarlar tomonidan ham yasalib, mana shu o'zini nimasiga qo'yib, pasportiga qo'ygan holatda chiqish holatlari bo'lgan. Bu paytda o'sha chegara postlari tomonidan ekspertiza tayinlangan va vizalarni haqiqatan ham qalbakilashtirganligi aniqlangan.